Assalomu alaykum musulmonlarim, bugun sizga marosimlar uchun ham mos keladigan vodiycha vaju taomini tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Birinchi bo'lib ishni salomga qilib to'g'ralgan go'shtni qizigan yog'da tuz solib qovurishdan boshlaymiz. Qolgan masalliqlarni esa to'rtburchak qilib to'g'rab olamiz. Piyoz, sabzi, tomat, bolgarskini solib yaxshilab qovurib olamiz. Kartoshkani solib ketidan muzdekina suv quyamiz. Suv qaynab chiqmasdan jo'xori, dumba hamda xohishiga ko'ra qalampir solamiz. O'tilgan garoq hamda oq lo'yani bir karra qaynatib olsangiz suvi tiniq bo'ladi. Chandiq hamda pomidorni suviga solamiz. 1 soat davomida milqillatib qaynatamiz. Taomga yanada maza berish uchun qattiqqa qaymoqni solib to'g'ralgan ko'katlardan rayhon, ukrop, kashnush, qalampir, chesnok, murch solib aralashmamizni tayyorlab olamiz. Men eng mazali chekka qishloqlarga ham yetib borgan Pyrimilki mahsulotlaridan foydalandim. Jo'xori, garoq konservasi hamda sho'rbodiringni taom tayyor bo'lgach solamiz. Biz vodiyliklar to'ylarda, katta-kichik marosimlarda birinchi taom o'rnida aynan mana shu vaju taomini tortamiz. Ham barakali, ham to'yimli, ham mazali bo'ladi. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Siz qaysi viloyatdansiz? Sizning viloyatingizda bunday taom bormi?